Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga men yana zamyakulkislar haqida videorolik tayyorlamoqchiman. Bu Chorniy Raven. Buni tuvaklarini almashtirib olgan edim. 9 litrlik tuvakda edi. Tuvaklar deformatsiya bo'lib ketganligi uchun birdaniga 30 litrlik tuvakka o'tkazdim. Unaqacha ko'p farq qilmadi. Ozgina farq qildi, tomirlari juda qisilib ketdi. Shundan keyin umuman sug'organim yo'q edim. Turgan joyi salqinlik qilgan va o'ta chanqab ketganligi evaziga baringlarda mana shunaqa sarg'ayishlar bo'lgan. Turgan joyi sovuqlik qilsa, zamyakulkislarni esingizdan chiqarmang, mana shunaqa baringlarda sarg'ayish bo'ladi. Mayli, bu masalani oldin ham gaplashganmiz. Nima uchun sarg'ayadi, nima uchun barg to'kadi, oldin ham aytib o'tganman. Hozir bizga undan ham muhimroq narsa bo'ladi. Bu zamyakulkisdan menga 2 dona barg kerak bo'ladi. Qora Ravendan. Hozir shuning uchun bu gulimizni menimcha mana shu joyidagi kichkina shoxchalaridan ikkitagina barg olsam yaxshi bo'lardi. Mana shu shoxchasi baquvvatroq ekan. Barglar ham qattiqroq, qalinroq tanasi, shuning uchun mana shuni kesib olishga qaror qildim. Bismillahirrohmanirrohim. Oppa, mana oldim. Endi buni nima qilishimni hozir video davomida ko'rasizlar. Endi sizlarga bu gulimni ham tanishtiray. Bu zamyakulkis zenze sorti. Bu oddiy zenze sorti emas. Buni men oldin Chorniy Raven bargi bilan zenzeni chatishtirib ekkanman va o'sha ekkan zenze gulimdan mana shunaqa gul paydo bo'lgan. Buni men xohlagandim. Chorniy Raven bilan ikkalasini payvand qilib ekkanimda yo qora zenze yoki bo'lmasa variegatniy zenze kashf qilaman deb o'ylagandim, lekin afsuski variegatniy ham bo'lmadi, qora zenze ham bo'lmadi. Lekin umidlarim puchga chiqqani yo'q. Yaqinroqdan ko'rsataman. Zenzemizni barglarini orqa tomoniga qarasangiz, tanasiga qarasangiz, oddiy zenzelarga nisbatan buni tanasi ozgina qoraroq va barglarni orqasidagi chiziqlari ham yaqqol ko'rinadigan qora rangda. Baribir chatishtirilganligidan ozgina bo'lsa ham asorat bor. To'g'ri, ko'p bo'lmasligi mumkin, lekin ozroq bor. Mana bu barglarni ham ko'rsangiz bo'ladi. Juda ham temniy yashil, o'tkir yashil rangda. Bu esa menga yana bir ilhom bag'ishlaydi. Bu safar men bu zamyakulkis Ravenni, Chorniy Ravenni bargini bejizga kesib olmadim. Mana shu bargga endi mana shu zenze bilan Chorniy Ravendan chatishtirilib o'stirilgan bargga yana bir marta ulamoqchiman. Yana ham ko'proq qora natija olish uchun qoraroq yoki qora variegatniy bo'lsin yoki bo'lmasa qora zenze bo'lsin, mana shu bargidan olib yana bir marta chatishtirib ko'rsam, balkim yaxshiroq natijaga erisharman degan fikr bor. Hozir mana shuni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Eksperiment qilish hech qanaqa qiyin emas. Kulgili ham emas. Mayli, o'xshasa o'xshamasa bir urinib ko'raylik. Bizdan nima ketdi? Men yaxshi ko'raman eksperimentlarni. Mana bu gulimni o'sishiga ham e'tibor bering. Mana bu qurigan shoxi, bu eskirgan shoxi, eng birinchi chiqargan shoxlardan bittasi. Sarg'ayishni boshladi, o'z holiga qo'ydim. Odatda ozgina sarg'ayishni boshladimi, darrov kesib olib ko'paytirishga qo'yardim. Bu safar tegmadim, o'z holiga qo'ydim. Mana shunday bo'lib qurib to'xtadi. Chirish davom etib ketmadi. Hozir buni yonidan mana yana yonidan bolachalari chiqyapti. Bolachalari ham qoraroq bo'lib chiqyapti. Mana bu yoqda yana bitta bolasi bor. Bu tarafda ham yana bitta bolachasi bor. Mana o'sish tochkalarida o'zgarish yaxshi. Birdaniga 3 ta tarafidan bolacha beryapti. Hozir men bu gulimizni shu 2 ta bargini kesib olmoqchiman. O'zi bitta shoxini kesib olsam ham bo'lardi. Bu 2 ta bargi ham turib tursin. Hali yana balkim eksperiment qilishga to'g'ri kelib qolar, shunda kerak bo'ladi.
Shuni sekingina kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'tkir pichoqda boshqa gullarning bariklariga zarar yetkazmasdan, shoxlariga zarar yetkazmasdan iloji boricha kesib oldik. Endi bu gulimizni chekkaga olib qo'yamizda. Mana shu kesib olgan ikkita bargimizni ikki xil yo'l bilan ko'paytiramiz. Ikkalasini bir-biriga chatishtiramiz. Mana shunday qilib chatishtirib olamizda. Bittasini tuproqqa, bittasini akva gruntga ekamiz. Hozir sizlarga birato'la ko'rsatib o'taman. Akva grunt nima, qanaqa ishlatiladi, bilib olasizlar birdaniga. O'zim hali akva gruntda o'stirib ko'rmaganman. Zamyako'ks zenze gullarni yaqin-yaqindan boshlab akva gruntni qo'llayapman. O'zimga ham qiziq, qani akva gruntda o'sadimi, yo'qmi, shuni bilmoqchiman. Tuproqda esa ko'p marta ko'rsatganman o'stirib. Natijalari har doim 100% zo'r bo'lgan. Hozir akva gruntni ham ko'rsataman, buni ham kesib olamiz. Bargimizni kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu kerak emas. Qarang, bularni chatishtirishda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Qaysini tanasi qalin bo'lsa, qarang, go'shtlik bo'lsa, qaysini tanasi o'shani ichiga joylashtiramiz. Buni tanasi ingichka, zenze qalinroq har doimgidek. Biz birinchi o'rinda mana bu gulimizni ham bargi yumshoq bo'lganligi uchun iloji boricha mana shu chorniy ravinni ichiga joylashtirishga harakat qilamiz. Agar buni ichiga joylashtiradigan bo'lsak, mana bu qattiq zenze. Bu chiqib ketishi mumkin. O'shaning uchun chorniy ravinni kesib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. O'tkir pichoq bo'lishi kerak. O'tmaydigan pichoqdan foydalanmang. O'tkir pichoq bo'lishi kerak. Bir marta harakat qilganingizdan kesilishi kerak. Mana bir martadan kesib oldik. Kletkalariga hech qanaqa zarar yetmaydi shunda. Xohlasangiz yana ham uzunroq qilsak bo'ladi, lekin mana bu kesib joylashtirganimizda mana shu kesilganda ichida qolgani yaxshi. Ortiqcha bo'ladigan bo'lsa, o'sha kesilib tugagan joydan ham kartoshka berib ketishi mumkin. Bizga esa buni ikkalasi chatishib, suvlari bir-biriga o'tgandan keyin kartoshka qilgani yaxshi. Endi buni kesib olamiz. Buni sal teparoqdan kesamiz. Sekingina buni oxirigacha kesib olmaymiz. Qattiqligini hisobga oling. Iloji boricha mana oxiriga yetkazmaymiz. Endi mana shu kesib olgan, mana qarang qanday kesib oldik. Shu kesib olgan joyimizga mana orqa tarafini kesdik-ku, ikkalasini mana shunday qilib joylashtiramiz. Ikkalasi bir-biriga protiv bo'lib joylashyapti. Bu hech qanaqa qo'rqinchli emas. Qanaqa taraf qulay bo'lsa, o'sha tarafni kesib joylashtirgan ma'qul. Endi qarang, ikkalasini orqasi teppa-teng bir-biriga mana shunday kirishib joylashdi. Endi buni shu turishida ikib qo'ysak ham bo'ladi, lekin men ko'p tajriba qilib ko'rdim bu narsani. Shunday holatda o'stirganimda ham ko'klab chiqdi, faqat bir-birini ichidan chiqib ketdi ko'p holatlarda. Sababi bular kartoshka qilganda mana shu joylashgan, ichkariga joylashgan, kesib joylashtirgan joyimizdan kartoshka qiladigan bo'lsa, bir-birini ichiga sig'masdan chiqib ketishi mumkin. Buni qattiq qilib yo bog'lashimiz kerak yoki biron narsa bilan qistirib ekishimiz kerak. O'tgan safar men ip bilan bog'lab o'stirganman. Ba'zilari chiqib ketgan, ba'zilari ipni ichida o'sgan. Hozir buni ip bilan bog'lash sal qiyinroq bo'ladi, chunki mana bu joyi kengroq. Agar uzunroq cho'pga o'xshab turganda edi, mana shu yeri bog'lash osonroq bo'lardi, lekin men hozir osonroq usulni topdim deb xursand bo'lib o'tiribman. Mana bu gullarni qistiradigan zajimcha, zakovkacha. Mana shundan foydalanmoqchiman. Qarang qanday yaxshi joylashdi. Faqat endi gap dalshi o'stirib olishimizda. Yaxshilab qattiqroq tiqib joylashtiramizda. Mana shu zakovka bilan qistirmoqchiman. Bismillah. Mana shunday qilib
Shunda hech qayerga qochib keta olmaydi, qattiq ushlab turadi. Tanasiga zarar berayotgani yo'q. Buni qarang, bu tarafida ikkita tish borligi juda ham ayni muddao bo'lyapti. Mana bu glavniy chizig'ini qisib qo'ymayapti. Mana bunda esa bu tarafida 3 ta tish borligi juda ham yaxshi yordam beryapti. Aynan shu kesib olgan joyimizni, burchak joyimizni ushlab turibdi. Mana shu holatda ekmoqchiman. Bizga yo bu yoqdan yoki mana shuni ichidan kartoshka qiladi. Mayli qayerdan kartoshka qilsa ham salgina bunday qilsak zarar bermaydigan bo'lib joylashadi kartoshka qiladigan joyiga. Qayerdan kartoshka qilsa ham bizga farqi yo'q. Muhimi kartoshka qilish kerak, muhimi ikkalasi chatish kerak. Shunda biz kutgan natijani olishimiz mumkin. Endi bu yog'i ham Allohdan. Biz sababini qilib qo'yaveramiz. Balkim Xudo xohlasa yangicha zenzega sort yaratilishiga sababchi bo'lishimiz mumkin. Buni chekkaga qo'yib turaman. Stakanchalarni ham olib olibman shoshilganimdan. Endi ikkinchisini ham kesib olaylik. Ikkalasini birdaniga tayyorlab turib, undan keyin ekib olamiz. Buni ham xuddi shunday qilamiz. Bunda ham qarang. Buni tanasi qalin bunga nisbatan. Shuning uchun mana buni kesamiz, yarmini olib kesib tashlaymiz, buni ichiga joylashtiramiz, zenzeni ichiga joylashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qanchalar kesib olsak bo'ladi ko'raylik-da. Mana shu yerdan kesib olsak bo'ladi. Buni sal taqaroqdan kesamiz shunda. Mana shu yerdan kesamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana oxirigacha kesib olmaysiz, yarmi qolyapti. Mana shu kesib olgan joyimizga endi buni ham o'lchab olamizda, sal teparoqdan kesib joylashtiramiz buni ham. Bismillah. Buni juda ham chuqur kesib olmaysizlar, buni ham ingichkaroq qilib kesasizlar. Buni qattiqligini hisobga olingizlar. Keraksiz tarafga kesilib ketmasin, bu tarafiga o'tib ketmasin. Kesilgan joyi. Buni ham mana chappa qilib joylashtiramiz. Bir-biriga qarama-qarshi qilib joylashtiryapmiz. O'lchab ko'ramiz. Kesilgan joyi agar kichkinalik qiladigan bo'lsa, yana ham uzunroq qilib kesib olishimiz mumkin, lekin mana joyi xuddi o'ziga mos bu kesilganday, o'lchanganday kesib olindi bu ham. Xudo xohlasa, yaxshi niyat yarim mol, ajab emas. Zakolkachalarimiz katta foyda berib, gullarimiz yangi sorti kashf bo'lib qolsa. Mana shunday qilib joylashtiramiz. Mana qattiq ushlayapti shunda. Buni salgina bu yorlog'idan joylashtirsam, mana bu yerdan kartoshka qiladigan bo'lsa, zakolkaga tegib qolmaydi. Bular bir-biriga jipslashib olgandan keyin, yopishib olgandan keyin bu zakolkachani olib tashlayveraman. O'shangacha bo'lgan gapda bizga muhimi. O'shangacha ehtiyotlab turishimiz kerak. Bo'ldi, bular tayyor bo'ldi. Endi hozir tagi teshilgan stakancha ekan, bu bizga teshik emas kerak. Mana bu akva grunt. Sal kamerani ko'taray. Mana shunaqa akva gruntdan foydalanaman. Buni baliqlar uchun tuproq hisoblanadi bu. Akvariumning ichiga solib qo'yiladi. Mana shunaqa dumaloq-dumaloqcha. Qattiq suv solganingizda ezilib ketmaydi, shaklini yo'qotmaydi, namlikni o'zida saqlab turadi. Mana shu narsa akvagrunt. Akvagruntning ham har xil sortlari bo'lar ekan. Buni endi men chet davlatdan olib kirganman. Shuning uchun sal qimmatroq varianti. O'zimizda O'zbekistonda ham ishlab chiqarayotgan tadbirkorlar bo'lsa kerak buni. Sababi Telegram kanalimizda ba'zilar ko'rsatishdi. Bunaqa dumaloq-dumaloqcha emas ko'rsatayotgan akvagruntlari. Sal shakllari boshqachalarini ham ko'rdim. Shuning uchun aytayapman, har xil sorti bo'lsa kerak buni ham deb. Voy, men bu stakanchamiz teshik ekan. Bizga teshik emas stakancha kerak. Chunki suv qo'yamiz, suvimiz shu stakanchani ichida qolishi kerak. Tagi teshik emas stakaniga o'tkazib olyapman. Bu kam, yana ustiga solamiz.
bittasini joylashtiramiz. Siljib ketmaganiga ahamiyat bering. Siljib ketmaslik kerak. Qattiq joylashish kerak. Mana shu holatda o'tirg'izamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Biz kutgan natijalarni ber bizga. Yana ozgina solamiz. Bu akvagruntni qayta ishlatsangiz ham bo'ladi. Ishlatib bo'lganingizdan keyin suvni to'kib tashlab quritib olsangiz, yana qayta ishlatib yuborsangiz ham bo'ladi. Alakaziya piyozchalarimni shu akvagruntda ekkanimdan keyin rosa yaxshi natija oldim. Zamyakuks gullarini birinchi marta ekishim. O'zim ham bilmayman hali qanaqa natija bo'lishini, o'zimga ham juda ham qiziq. Balkim o'xshar, balkim chirib ketar, unisini bilmayman. Bu men uchun hali yangilik, eksperiment. Birinchi marta ekib ko'rishim. Shuning uchun xohlasalaringiz natija olgunimcha bu usulni qo'llamay turishlaringiz ham mumkin. Qani ko'raylik qanaqa natija bo'lar ekan. Shunga qarab keyin agar yaxshi natija bo'ladigan bo'lsa, chirib ketmaydigan bo'lsa, sizlar ham ekib olsalaringiz bo'ladi. Mana bu birinchisi. Endi biz bunga suv quyamiz. Suvni qanday quyamiz? Bu xona haroratida turgan oddiy suv. Hech narsa aralashtirilmagan. Mana shu tuprog'imizni ustidan aylantirib quyamiz. Hamma tarafi nam bo'lishi kerak. Mana shunday holatda bo'ladi. O'ziga namlikni ushlab turibdi. Mana ichida bunday qiyshaytirsangiz suv ham ko'rinadi. To'la bo'lib ketmaydi. Suv tekkandan keyin o'zi bir-biriga tegib namlikni ancha ushlab turadi. Где-то mana shu yerlargacha suv quyildi. Bu yog'i o'sha suvni namligidan ushlanib turibdi, nam bo'lib. Mana bu tarafida ko'rsangiz bo'ladi. Pastroq. Mana tekkizsak mana. Hamma yog'i nam bo'ldi. Mana shu holatda saqlaymiz. Hech qanaqa teplichka qilinmaydi. Prosta issiq joyga, yorug' joyga, lampani tagiga yuborib qo'yaman. Kuzatishda davom etaman. Bu bo'ldi. Endi ikkinchisi oddiy tuproqqa ekamiz. Oddiy tuproqqa ekadiganimizni tagi teshik bo'laversin. Mana tagi teshik. Ikki tarafidan tagi teshik. Bunga tuproq olaman ozgina. Oddiy universal tuproq. Mana bu ikkinchi tayyorlagan gulchamiz. Buni ham shunday qilib ushlaymiz. Markazga joylashtiramiz va sekingina tuproq qo'yamiz. Bularni orasiga ham tuproq quyishimiz kerak. Chunki qarang, orasi qanday ochiq holatda turibdi. Yopilishi kerak. Ko'p silkilamaymiz, chunki o'zi zo'rg'a bir-biriga yopishib turibdi. Chiqib ketmaslik kerak. Mana shu holatda saqlaymiz. Mana hozir suv quyganimda tuproq zichlashadi yana. O'shaning uchun qo'rqmasdan joylashtirsak bo'ladi. Tuproqni yana ozgina solaman. Sababi suv solganimizdan keyin bosiladi tuprog'imiz va qancha mustahkam zich bo'lib joylashsa shuncha yaxshi. O'ylab turibman, mana bunga ham ozgina solsammikan deb. Yo'q, bo'larmikan? Yo'q, bu bo'ladi. Mayli, mana shunday qilib saqlaymiz. Hozir endi bunga suv quyamiz. Tagiga bitta idish qo'yib olaylik. Tagidan suv tushadi. Yerga to'kilib ketmasligi uchun jon suvini beramiz. Qarang, xohlaysizmi yo'qmi, tuproq baribir bosiladi-da, ancha pasayib qoladi. Yaxshilab suv berib olamiz bunga.
tagidan suv chiqib ketguncha suv beramiz. To'ydirib suv beraveramiz bunga. Sababi buni hozir lampani tagiga qo'yamiz, issiq joyga qo'yamiz. Shuni evaziga tuprog'i tez qurib qoladi. Qo'rqmasdan buni sug'orsak bo'ladi. Buni ham agar suv kamayib ketaversa, ustiga oz-ozdan suv solib turaveramiz. Namligini yo'qotmaslik kerak. Mana shu holatda saqlayman ikkalasini ham. Ko'ramiz, natijalar bilan yana bo'llashaman sizlar bilan, ko'rsataman qanaqa natijalar bo'ldi, qancha vaqtda chiqadi bilmayman. Iloji boricha tezroq natijasini ko'rsatishga harakat qilaman. Meni o'zimga ham qiziq buni natijasi. Buni-ku bilaman. Buni natijasi mana ko'rib turganingizda bu yoqdagi zenze gulimiz. Tuproqqa ekib o'stirganman mana shuni. Tuproqqa o'stirilgan gul shu holatda turibdi. Menga qiziq bo'lgan mana shu akvagruntda o'stirish. Mana shu bilan video roligimni yakunlasam ham bo'ladi o'rtoqlar. Kanalimda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing va keyingi video roliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.